Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari, kanalimizga aziz mehmonlar. Semental sigir so'raganlarga ikkinchisiga bu g'oz, xudo xolasa. Sigir o'ta yaxshi holatda, to'rala emchak ishlaydi. 7 oylikka o'tgan qonidagi bolasi. Otasi semental otaga qo'yilgan. Qonidagi bolasini otasi xudo xolasa eson-omon tug'ilib olsa, semental novvosga qo'yilgan. Novvosni ham ko'rsataveramiz. Molda holati o'ta yaxshi holatda, ko'kotga kirgan. Mana hali ko'kot beraman, tish qamashmaydimi deganlarga mana ko'kotda turibdi o'zi dala sharoitda. Arqalarini ham ko'rsalarim bo'ladi. Mol o'ta yaxshi holatda. Yeb ichishiga, sog'lig'iga xudo xolasa garantiya beriladi. Lekin undan uzoq muddatga emas, 1 oy 2 oyga emas. Yedirib, ichirib sinab olaveradi, xudo xolasa. Mana molni ko'rsalarim bo'ladi bemalol. Bu ikkinchi tug'ishga bu g'oz. Bunaqa 5 ta tuqqan emas, hali yosh narsa bu. Yana ancha katta bo'lib ketadi. Manzilimiz Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumani, Qorajida qishlog'i. Endi buni narxiga kelsak, 75 million ozgina xayri bor deyilgan. Telefon nomerlarini qoldiramiz. Bemalol telefon qilib kelishsalaring bo'ladi. Xudo xolasa o'tib beriladi. Hammalaringga rahmat. Xudo xolasa yana yaxshi manfaatli videolar chiqarishga harakat qilamiz.